Marhaba do'stlarim. İnson jismiga xush kelibsizlar. Biz hozir bu yerdan nima bo'lyapti? Katta olma kirib kelyapti. Oldimizga qochib qolinglar. Xavotirlanma, bizga qo'yib ber. Men va tishlardan iborat do'stlarim olmani mayda bo'laklarga bo'lib tashlaymiz. Ishongim kelmayapti. Oziq tishmisan? Ha, lekin inson og'zida yolg'iz o'zim emasman. 20 nafar do'stim bor. 10tasi yuqori jag'da, 10tasi pastki jag'da. Shunchanglar nima ish qilasizlar u yerda? Biz kelgan ozuqa yoki taomni mayda bo'laklarga bo'lib beramiz. Bu narsa taomni hazm qilishda yordam beradi. Xuddi shunday, yana inson biz bilan chiroyli tabassum qila oladi. Bizni yana bir katta vazifamiz bor. Nima ekan u? Odamlarning ravon gapirishiga va harflarni to'g'ri talaffuz qilishiga yordam beramiz. Nimalar deyapsan Tishvoy? Meni bilganim shuki, gapirishga til bo'lsa bo'ldi. Bu gaping noto'g'ri. Zidu, tishlar to'g'ri, tiniq va tushunarli qilib gapirishga yordam beradi. Ishonmasang, kel, sinab ko'ramiz. Hozir hammamiz og'zingni bo'sh qoldirib, tashlab ketamiz. Tishsiz bo'lib qolasan. Tayyormisan? Ha, tayyorman. Hoy tishlar, qani hamma bu yoqqa kelsin-chi. 1 2 3 Nima bo'ldi? To'g'ri gapira olmayapman-ku. Tishlarim qani? Voy, hammalaringiz qaytib kelganingiz uchun Allohga hamdlar bo'lsin. Tish ne'matini bergan Allohga shukrlar bo'lsin. Tishlarimizni asrab avaylashimiz uchun ularni doimo yaxshilab, tozalab, yuvib yurishimiz kerak. Doimo vitaminlarga boy ozuqalarni iste'mol qilishimiz kerak. Masalan, apelsin, sut, qulupnay va baliqlar. Tishlarni asrashda eng muhim nuqtani esdan chiqarma. Nima ekan u? Tish ne'mati uchun shukr aytib yurishing. Tish ne'matini bergan Allohga hamd va sano bo'lsin. Taom. Mana bo'ldi. Kelyapman, do'stlarim. Endi sizlar bilan xayrlashaman. Aziz qadrdon do'stim, bu chiroyli uchrashuvdan keyin tishlarimizni asrab avaylashimiz uchun nimalar qilishimiz kerak ekan? Izohlar qismida yozib qoldiring. Ko'rishguncha